Minecraft, lekin mana shu mega bloklarda biz yashab qolishimiz kerak. Qani, mana shu yerda yashab qolish kerak bolalar, mana shu yerda. mana shu yerlarda mana shunday mega bloklar bor, mana bu yerda. Mana shu yerda bor. O'shanday, короче, mana shu yerda yashab qolish kerak. Qanday короче, bolalar ketdi. Mana bu yerda narsalar bo'ladi, o'zingizlar bilasizlar. Mana shu yerda narsalar bo'ladi, do'stlar. Mana shu yerga kirasizlar, mana bu yerda sandiqchalar bo'ladi. Xo'p, bu yerdan narsalarni olamiz. Bu yerda daraxtlar bor. Takoy ekishga va bu yerda olib tashqariga ekamiz. Sizlar albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar bolalar. Chunki biza 1K bo'lishimiz kerak. O'shaning uchun kanalga obuna bo'lib, like bosinglar do'stlar. Qani unda ketdi. Xo'p, mana bu daraxtlarni hozircha ekib olishimiz kerak, chunki bizga daraxt kerak. Mana shunda yerli joylarga ekamiz. Mana shu yerga. Mana shu yerga. Mana shu yerga. Mana shu video olayotganimda ham aynan yomg'ir yoqib qoladi, chunki meni video olmay deyaptim, yomg'ir yoki yomon ko'radimi? Короче, ichimizda ham daraxt bor edi. Yo bular yetadi, короче, hozir o'sib chiqqandan keyin videoni yoqamiz. Birinchi bo'lib mana shu joyga borishni niyat qilaman. Bolalar, nima deysizlar? Mana shu yerda zo'r ekanda, takoy ichida narsalar ko'rinyapti. O'sha yerdan sandiqlarni ochib, narsalarni olamiz, aqini ketdi. Takoy o'sha yerga borish uchun hozir yerchalarni buzib olamiz. Mana bu yerda hozir yerlar bor, o'shani buzib olib yo'l qilib boraversak bo'ladi. Короче, mana shu yerlarni buzamiz. Sizlar albatta like bosib, kanalga obuna bo'lsanglar do'stlar, bundan keyingi videolar ham qiziq chiqadi. O'shaning uchun sразу pastga o'tib, o'shaning uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar, albatta foydasi tegadi. Xo'p, ketdim, bu bloklarni chopib olamiz hozir. Yo'l ochiladi nargi blokka, mega blokka borishga. O, sigircha, qalaysan? Zo'rmisan? Yaxshi. Xo'p, ikkalasi xotinmi deyman. Nomayli, ularga e'tibor bermaymiz. Xo'p, biza birinchi TNTgami yoki bu yoqqami? Albatta biza men bu yoqqa borishni niyat qildim hozir. Mana shu yerdan boramiz hozir. Xo'p, kelib ham oldik. Xo'p, endi bu yerdan qanaqa pastga qozsak ekan? Mana shu yerdan qazib boshlasak bo'ladi. Xo'p, skelet bor ekan. Xo'p, qoch bundan. Xo'p, bu yerda itlar bor ekan. Itlarni albatta qo'yib bo'ladi. Yo'q, qo'yib bo'lmaydi. Yo'q, bu yerda hozir o'lmaslik kerak. Mana bu skelet narsani o'tirib, xo'p, qoch. Bu yerda nimalar bor? Yo'q, kipilmadir, yo'qolmas. Skelet meni urma. Hozir o'lamiz. Bam, bop, bada bop, boom, pow. Xo'p, hozir ana bu skelet hozir o'ldirdi. Hozir yana daraxtlar chopib boramiz. Короче, mana shuncha yetadi deb o'ylayman. Hozir bu yoqqa boramiz. U o'sha ertalab ham bo'lyapti. Xo'p, qaysi biriga edi? Bu yoqqa edi. Как раз. Xo'p, bu yoqqa boramiz. Hozir skeleton bor. Skelet bor bu yerda. Qanaqa skeletni o'ldirsa bo'ladi? Mana bu yerda hozir daraxtlarni chopib olamiz. Daraxt deyapman, taxtalarni chopib olamiz, короче. Mana shu yerda 4 ta taxta, yana 2 ta, короче, jami bo'lib 8 ta taxta bo'lsa, bu yerda bizga yetadi deb o'ylayman. Yo'q, yetmaydi. Yana 9 ta bo'lsa yetadi bolalar. Sizlar обязательно like bosib, kanalga obuna bo'linglar, chunki biza 1K bo'lishimiz kerak. Xo'p, agar mana shu videoga 15 tadan ko'p like bo'lsa, men videoni ya'ni keyingi qismini chiqaraman. Yoki-da komment izohlarda qoldiringlar. Qanaqa video chiqsin. O'shalarni hozir skeletni o'ldiramiz. Voy, skelet uni tushirib yubordi. Voy. A few moments later. Короче, men skelet o'ldirdi hozir. Mana shu yerdan hozir yana borib, o'sha skeletni oldidan emas, boshqa joydan tushamiz. Hozir mana bu yerdan narsalarni yasab olay. Mana bu taxtalar bor ekan-ku. Mana shunday taxtalarni chopamiz. Sizlar albatta like bosib, kanalga obuna bo'linglar, chunki biza 1K bo'lishimiz kerak. Xo'p. Agarda mana shu videoga 15 tadan ko'p like bo'lsa, men mana shu videoni keyingi qismini yoki boshqa kartalarda video olib chiqaraman.
O'shaning uchun sразу hozir pastga tushib, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Menimcha mana shuncha taqdir yetadi. Xo'p, endi bu yerdan yasab bo'ladigan narsalarni yasaymiz. Bu yerdan versak и bu yerdan bu versakni qo'yib, bu yerdan bitta topor yasaymiz. Topor kerak bo'ladi. Xo'p, короче, hozir pastga tushamiz. Tushdik mana. Hozir skeleton kelsa, sразу uraman. Şeydan keladi. Keladi-ku. Mana shu yerdan sразу uraman hozir. Skeleton kelsa, xo'p, bu yerdan hozir sразу urib tushiraman. Ana bo'ldi. Endi o'zi qaytib keladi. Noiloj. Yaxshi mana shuni o'ldirdik va skeletonni ham o'ldirib oldik. Endi mana bu pastga tushib, mana bu yerdagi hozir narsalarni olamiz. Taku mana bu ovqatlarni pishirish uchun mana shu ovqatlarni olamiz. Olib oldik. Ovqatlarni ham mana bu yerdan daraxtni chopishni boshlaymiz. O'zimga keraklicha taxtalarni chopib oldim deb o'ylayman. Xo'p, endi bu yerdan kravat yasab, hozir kechasi bo'ldi. Uxlab olamiz. Ertalab bo'pti o'sha. Xo'p, uxlab olmadi. Mana bu kravatni olib olamiz. Bu yerdan suramiz. Surishdan oldin albatta bu yerda ko'mirlar bor ekan. O'sha ko'mirlarni olish uchun mana bu temirli emas, mayli. Mana bu oddiy bo'lsa ham kirka yasab olib, mana bu ko'mirlarni chopib olamiz. Bu kerak bo'ladi bizga. Qoch. O'sha joy yo'qmaydi-da mana shu. Xo'p, bu versakni buzib olib, keyingi mega blokka yo'l olamiz. Keyingi mega blokka borish uchun ham bizga mana bu yerlar kerak ekan. O'shaning uchun mana shu yerlarni chopib olib, keyin boraveramiz. Короче, yetarli yerlarni chopib oldik deb o'ylayman, chunki mana bu ichimizda ham bor yer. Mana shu yerlar yetadi deb o'ylayman hozir mana shu bu yerga borishni niyat qildim. Undan keyin mana bu olmosga borishni niyat qilamiz. Xo'p, bu yerdan hozir mana bu borish uchun mana shu yerdan qurib ketamiz. O'sha joylar yo'qmaydi, bilasizlar. Mana shuna joylar yo'qmaydi. Xo'p, ketdi, uramiz. Boshlaymiz. Короче, bu mega blokka ham o'tib oldik. Narki tomonda zombilar bor. Bu yerda zombilar yo'q deb umid qilaman. Xo'p, mana bu yerdagi toshlarni chopib olamiz. Xo'p, bu yerda yetarlicha toshlarni ham chopib oldim. Endi bu yerdan mana bu versakni qo'yib, o'zimga toshli narsalar, asboblar yasab olaman. Короче, toshli asboblarni ham yasab oldim. Endi pastga tushish payti keldi deb o'ylayman. Bu yerdan pastga tushamiz desam, bu yerda skelet hamma narsa bor-ku. Xo'p, mana bu pastdan tushib ko'ramiz. Bu yerda yo'q deb o'ylayman. Xo'p, sekin qazaymiz. Hammasi kelyapti. Oldimga kelyapti. Va do'stlar, o'zingizlar ko'rdinglar hozir. Nargim zo'r mega bloklarga o'tib ko'rdik. Biza hozir unda o'lib qoldik. Hozir mana bu zombi tentak-sirab o'ldirib qo'ydi meni. Xo'p, hamma narsa sochilib ketdi pastga. Chunki keep inventory yoqmas edi. O'shaning uchun do'stlar, bugungi video o'shandan iborat edi. Yanagi qism yoki boshqa kartalarda o'ynamoqchi bo'lsanglar, o'ynamoqchi bo'lsam, mana shu boshqa kartalar haqida video chiqishini xohlasanglar, albatta kommentariyada izoh qoldiring yoki videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Hammasini qilsangiz ham mayli. Xo'p do'stlar, sizlar bilan Dizayn Art kanali bo'ldi. Hammaga xayr.